Assalomu alaykum, guruhimiz a'zolari, kanalimiz obunachilari akili. Marg'ilonda joylashgan agrotexnikalar do'konimizga sepli gusunich sali motoblogimizni ikki xil variantidan kelgan, salalkali hamda benzinli modelidan akili. Bittadan like bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib keladigan obunachilarimizga aytiladigan narxlardan albatta chegirmalarni qilib beramiz. Manzilimiz Marg'ilon hokimiyat hamda Marg'ilon soliq to'g'risida joylashgan agrotexnikalar do'koni. Ko'pchilik bilishadi akili. Biz benzinli modelidan tanishtirishni boshlaymiz. Ukam bu gusunich apparatlari nima ish qiladi degan akalarimizga akili. Orqa tomonida o'zini urug'ga keladigan selkalari, chizel, ochar, pluglarini komplekt qilib qo'shib beramiz akili. Bitta agatni ichiga tushib, urug'ga kelib ketish vazifasini ham bajarib beradi. Plug, chizel ham bemalol qilib bajarib beradi. Hop, oldingi gusunechalarimizga nisbatan baquvvatroq qilib ishlangan seplari ikkitalik sepligini hisobiga akili sizlarga ekinni ichiga tushganda yonboshlab yoki yiqilib ketib qolmaydi, tekis holatda olib ketib beradi akili. Xo'p, buni akalar seplarini olib tashab turib, bemalol freza, mana frezalar old tomoniga balonlarini qo'yib turib, bemalol foydalansalar ham bo'laveradi. Oldingi gusunechalarimizda bunaqa funksiyalari bo'lmagan. Bunda o'sha balon, frezerlar qo'yib turib bemalol foydalanaverasizlar. Rollarini akalar pastga, tepaga, yonboshga 360 gradusga bemalol aylantirib ishlatsalar ham bo'laveradi. Rollar uzunligini hisobiga ekinda ichida akalar umuman qiynalmaysizlar. Bu modelimiz benzinli modeli, motori 170, 7 ot kuchli remi orqali ishlaydi. Hop, o'zdiqlari maslinni o'zdiqdan yoq quyib qo'yadigan bo'lsalar, akalar motoriga umuman chang o'tmay ishlaveradi akalar. Yonboshda o'zining skorslari bor, xohlagan oldiga ikkita, orqaga bitta skorslar o'zida mavjud. Komplektda aytganimda ko'p joyda 2 xil, 3 xil nasatka berishyapti. Komplektda bu gusunechamizni 5 xil nasatkalarni komplekt qilib qo'shib beramiz. Motorni zashta qilib turadigan o'zi dugalari bor. Soatiga 800 grammdan 1 litrgacha benzin rasxod qilib beradi. Narx-navosi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, benzinli modelimizni $700 akalar reduktori kodda sep 2 tali variantidan. Xo'p, akalar endi salalkali modelimizga o'tamiz. Ukam benzindan farqi salalkali qanaqa farqlari bor degan akalarimiz uchun. Motorlari benzinga nisbatan baquvvat chiqadi. Birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda benzinga nisbatan akalar salalkani rasxoti juda ham oz bo'ladi. 400 grammdan akalar 600 grammgacha soatiga nagruzka holatda rasxot qilib beradi. Mana rollarini mana xohlagan teshiklarga qo'yib turib, 360 gradusga burib turib foydalansalar ham bo'laveradi. Orqa reduktorlari, orqa tomonida komplekt narsalari bo'ladi. Komplekt narsalarni beramiz. Motori 173, 7 ot kuchli salalkali modelimizning narxi $750. Kanalimiz nomidan keladigan bo'lsalar, inchiro narxlarda qilib beramiz akalar. Dastavka xizmatlari kelishilgan holatda bor. Ikkovi ham ruchnoy puskach orqali zavodit bo'ladi akalar, e'tibor beringlar. Manzilimiz lokasini aytdik, bilmaganlar telefon qilib bog'lanadigan bo'lsalar akalar, dastavkalari bilan chiroyli qilib beriladi akalar. Aytganimda freza, balon tushadigan variantidan. Shunaqangi gusunich sali apparat qidirgan tanishlarga jo'natib qo'yishni biz optim narxlarda qilib beramiz.